Hammaga assalomu alaykum. Oxirgi vaqtlarda kommentariylarda shunaqa gaplar bo'ldiki, men korobka terishni bilmayapman. Распределительный korobkani sen tera olmaysan deyaptilar. Tipa mana bunaqa bez korobka montajida videosini qo'ygandim, shuni ostiga yozganlar. Savolda mana o'sha akaga ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu joyda o'sha korobkadan nima farqi bor? Hech qanaqa farqi yo'q aka. Bunda ham xuddi shunaqa teriladi, kerakli kabel vaqqa chiqariladi. O'sha tomonga, bu tomonga kerakli kabel ketaveradi. Farqi yo'q narsa. Yana aytmoqchimanki, yana aytibdilarki, men bunaqa qilingan montajda bo'lmaydi debdilar-da. Nimasi bo'lmaydiki, aytinglar, nimasi bo'lmaydi shu narsa? Mana oddiy ulanish joyi, misol uchun glavniy kirish tomon o'sha tomonda hozir mana bundan kulchatilga, bundan rozetkaga, bundan bunga kelganda hozir. Mana misol uchun ikkita rozetka bor, mana ikkita rozetka, ikkita включатель. Bu включатель mana bu doskani ustiga, mana bu включатель tepaga. Korobkada ham xuddi shu masala bo'ladi. Korobkada faqat korobka o'rnatiladi mana shu yerda. O'sha korobkaga hamma kabel kelaveradi. Mana bu kabel bunga kelaveradi. Akalar, hamma gap ulanishda-da. Yana aytilgan joylari borki, tipa men bu uloqda shunday kroska bilan qisib, izolant taqib qo'ysa bo'lmaydi debdilar. Aka, men gapimga javob bera olaman, xudo xohlasa. Ana shu kabel yonayotgan darajasini ko'tarib beradi o'sha men ulab ketayotgan joylarim, qisib ulab ketayotgan joylarim. Kabel yonib ketgungacha bo'lgan joyini ko'tarib bera oladi. U ne обязательно qanaqadir nakonechniy qo'yish yoki aplisovka qilib qisish bu narsani to'g'ri, mashina bo'lishi mumkin, zo'r bo'lishi mumkin, chiroyli ko'rinadi, tipa akkuratniy ko'rinadi, termostat bilan qo'ysa to'g'ri. Lekin bu ish ham, bu oddiy qilib ulanish ham hech qanaqa farq bo'lmaydi akalar. Men aytaman sizlarga, yaxshi ulash kerak prosta. U nima qiladida, kabelni yalg'ondan qisib plastik bilan izolant taqib ketadilar-da. Men ko'p ko'rganman u narsani. U narsa bo'lmaydi, haqiqatan bo'lmaydi u narsa. Slabakante bo'ladi. Kerakli tokni o'tkazib bera olmaydi, tok poteriya bo'ladi. Itago, короче, хуже bo'lib ketaveradi narsa. Bu montaj ham xuddi shunday. Agar chotki qilib ulangandan keyin o'sha glavniy kelgan, undan bunga tarqalyapti. Korobkadan hech qanaqa farqi yo'q. Korobkani nimasi yoqmaydi menga? Mana shu yerda yoki mana shu yerda glavniy kirish yaqin joy misol uchun. Bitta korobka shu devorda qo'ng'ay o'rnatib turish kerak. Yana nimasi yomon? Unga yana bitta отдельный vaqt ajratib korobkani o'rnatish kerak, devor bilan to'g'rilash kerak. Uyib korobkani отдельный terish kerak. To'g'ri, bu ham teriladi. Gap bunda emas. Demoqchimanki, korobkani o'rnatib tergandan ko'ra menga pastda mana bu joyda ishlash udobniyroq. Tushunyapsizmi? Mana shu xona uchun mana shu kabel bor. Fikushga sig'maydi deganlar uchun akalar 100% sig'adi, hamma narsa bo'ladi, hech qayerga xalaqit bermaydi. O'sha ulanish faqat fikushkani ostida bo'ladi. Korobkada ham xuddi shunday ulasizlar. Misol uchun 4 ta o'ram bo'lsa, 4 ta o'ramni bir-biriga o'rab, ichkariga qayirib, kirishkasini yopib qo'yiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Buni kirishkasi prosta o'shaga qo'yilgan rezetka yoki включатель bo'ladi. To'g'ri, anglab, nimadir noto'g'ri hisoblab, kimnidir yomonlab o'tirishdan ma'no maqsad yo'q. Ishlash kerak, boricha qilish kerak, tamom. Nima deydi? Hozir bu ishlaydigan joylarimiz davlat qurilishlari obyektlarida quruvchilar olib bergan narsa bilan ishlashga majburmiz. Oldiramiz iloji boricha. Ko'p hollarda baribir biz aytgan hamma narsani olib bermaydi-da, to'g'ri tushuninglar.
hovlilarga borganda, misol uchun aytishimiz mumkin, kissasi ko'targan odamga oldiramiz, aka yaxshi bo'ladi deb. Lekin bizga tomonda, asosan Samarqand viloyatida turib, Kattaqo'rg'on tumanida ishlayapman. Qishloq sharoitiga hamma narsa, hamma ham siz aytgan narsani olib bermaydi-da. O'shaning uchun ham agar siz men bo'lmasa ishlamayman deb ketayotgan bo'lsangiz, пожалуйста, siz qolib yuraverasiz. Bu yerda unaqa narsa ketmaydi. Tushunasizmi? Даже mana hali bo'lki hamma 100% mana bunaqa bunaqa avtomatni montajga o'tmagan. Kimdir yevro montaj deydi. Men unaqa atamayman, to'g'risi. Bunaqa avtomatli montajga o'tmagan. Boramiz, maslahat beramiz, xohlamaydilar, tushunyapsizlarmi? Menga deydi, shunday через коробка tortib beradi, qilib ket deydi. Men joyda ishlamayman, to'g'risi unaqa joylar borib ishlashimga, misol uchun qilayotgan mehnatimga arzimaydigan ish. Bo'lgani uchun to'g'risi bormayman, o'sha ish menga ma'qul emasligi uchun qilmayman lutsi. Kim u ishni qilib, ertaga uni javobgarligini ko'tarib yoki nomim yomonga chiqqanidan ko'ra, lutsi mana shu ishni ketkazib qo'yaman-da. O'shaning uchun akalar, ukalar, do'stlarim, jigarlarim ishlash kerak sidqidildan tamom. Zo'r qilib obyektingizni oling. Klient bilan yaxshi gaplashib, maslahat bering qo'lingizdan kelgancha, fantaziya yarating. Bo'ldi, tamom. O'sha olayotgan pulingiz halollab, chiroyli qilib ishingizni qilib bering, bo'ldi. Necha pul qilishingiz o'z sizning ishingiz. Endi eldan chiqmagan holda bu, albatta. O'shanga nima deydi? Internetda o'tirib olib, любой videoni tagida hate yozish hammaning ham qo'lidan keladi-da. Bunaqa narsalar qilaverish kerak emas. Hadeb hate yozaverish kerak emas o'shaning uchun akalar. Ishingizni qiling, cho'chib chiqarib bering, klientingiz bilan zo'r gaplashing, u xohlaganda ish qilib bering, halollab pulingizni oling. Eldan chiqmagan holda bo'ldi. Mazza qilib ishlash kerak, tamom. Xudoga shukr. Shu joyga kuzatganlar uchun rahmat. Kerakli maslahatli gaplar bo'lgan bo'lsa, olgan bo'lsanglar rahmat. Qo'polashgan bo'lsam uzr so'rayman. Bor gapni aytdim-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammasiga omad, baraka bersin. Sog' bo'linglar.